Ovoz eshityaptimi? Tak, yaxshi. Bu dars albatta yozib olinadi. Lekin bugun darsdagi asosiy maqsadimiz aynan ko'rib turganlaringiz birinchi partni qanday ishlash. Chunki birinchi part ko'pchilik o'ylashi mumkin, unchalik muhim emas deb hisoblashi mumkin. Bu yerda eng yuqori ballni multi-levelda aynan sizga birinchi part olib beradi. Har qanday savolimiz bo'lsa, mana bu yerda multi-level listening part 1 deb yozib qo'ydi. Xo'sh, ovozimiz yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, boshlab ketsak ham bo'ladi. Agar ovozimiz yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, kommentda ko'rishingiz mumkin. Multi-level listening part 1 o'sha yerda belgilab ketsangiz bo'ladi. Shunchaki ovoz ustiga oluvchan qoldirsangiz ham yetarli. Endi vaqtni olmasligi uchun, ya'ni har bitta dars bor 30 soniyagina davomida tushuntirib beraman. Bu juda ham kerakli joylarni tushuntirib o'tamiz. Qarang, birinchi partni ishlayapmiz. Birinchi partda nima bo'ladi? Xo'sh, bitta speaker sizga gapiradi. All you have to do is to answer. Ya'ni to answer. Reply deylik, reply. Uni gapiga javob qaytarishimiz kerak. Bizdan kutilayotgan narsa javob qaytarishimiz kerak. Men hozir qo'yib bitta-bitta tushuntirib berishni boshlayman har bittasini. Tushunarli? Ya'ni birinchisi audiodan qo'yishni boshlaymiz va har bittasini nima uchun to'g'ri kelmasligini. Bu yerda bor yo'q bizga 3 ta narsa kerak. Birinchi o'ringa grammar, juda ham grammatik kerak bo'ladi. Did you so'zlarni bilishimiz kerak. Ikkinchi o'ringa logika, va uchinchi o'ringa bizga vocabulary kerak. Vocabulary ham pronunciation, right pronunciation bilan kerak. Ya'ni to'g'ri pronunciation qila olmasak, so'zlar bizga keragi yo'q. Xo'sh, boshlaydigan bo'lsak, bitta qo'yib boshlaymiz. Har bitasini ovoz eshitilyaptimi birinchi ko'ra olaylikchi. Speaker 1. Please, ovoz eshitilyaptimi? Ya'ni kommentdan so'ra olaylik. Well, agar ovoz yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, boshlasak ham bo'ladi. Okay, ketdi. Speaker 1. It's very hot in here. It is very hot in here. It's very hot in here. It's very hot in here deyapti. Ya'ni qarang, mana bu yerda in bekor kelmagan, ichkaridan nazar tutyapti. It's very hot in here. Bu yerda juda ham issiq deb o'tmoqda. Bu yerda juda ham issiq deb o'tadi. Xo'sh, endi bitta o'ylab ko'rishingiz kerak-da, qanday javob berishingiz mumkin. Do you feel cold? Sovqatyapsizmi? Umuman tushmaydi. Ya'ni u juda ham bu yer issiq deyapti. Sizga qarab sovqatyapsizmi desangiz, ma'no jihatdan tushmaydi. Ikkinchisi, men unda isitishni yoqaman. Men unda isitishni yoqaman deyapsiz. Men unda isitishni yoqaman. O'zi issiq deyapti. Qanday qilib bizlarga isitishni yoqaman deb javob berishimiz mumkin? Biz bittagina e'tibor berdik. Mana oddiygina o'ylab ko'radigan bo'lsak, let's go outside then. Unda-da tashqariga chiqamiz. Unda-da ko'chaga chiqamiz deb javob berishimiz grammatik jihatdan juda ham zo'r tushadi. Xo'sh, buni qanday belgilab qo'yamiz? Buni right javob sifatida yashil yopib ketamiz. Okay, yashil yopib ketdik. Hozir birinchi navbatda biz ikkita testimizni shunday kichkinalar bilan ishlab chiqamiz, chunki qanday ishlanishini tushuntirib o'tamiz. Keyin ikkitasida qancha uzunlar bilan ham ishlaymiz. Ikkalasi ham imtihonda tushib qolishi mumkin. Imtihonda bir xil, misol uchun bunaqasi tushmaydi, bunaqasi tushadigan holat yo'q. Omadsizga ham bog'liq. Mana hozir birinchi kichkinalarni ishlaymiz, keyin qiyiniga o'tamiz. Shunday birinchi ishlayotganimizda mana it's very hot in here. Biz salgina e'tibor beraylik. E'tibor bilan ishlashimiz kerak. Endi ikkinchisini eshitamiz ham. Speaker 2. Have you met Henry before? Have you met Henry? Have you met Henry before? Ya'ni Henryni oldin uchratganmiz deb. Bu yerda bizga key so'zimiz mana bu yerda bo'lishi kerak. Tushunarli? Ya'ni bizga so'roq so'z beryapti. Bunda so'roq bilan boshlagan uchun yes, no bilan boshlaymiz. Odatda javobni. Bu odatda degani doim emas. Endi yana aytamiz. Ilgari Henryni uchratganmisiz deyapti. Ilgari Henryni uchratganmisiz. Let's get started. Xo'sh, yes at first. Ha, birinchida. Mana bu yerda zo'r chalg'itgan. Ha, bir marta emas bu. Only one time emas. Bu at first degani ha, birinchida bo'lib qolyapti. Birinchida u ma'nosi yo'q. Ha, birinchida ma'nosi yo'q. Chalkashtirish uchun qo'yilgan oddiygina. Keyingisi yes I do tushmaydi. Nima uchun tushmaydi? Biz tahlil qila olaylik. Grammatikasi bo'lmaydi bizda have bilan beryapti. Bu yerda do bilan bergan. Mana chalkashtirish, yana bir marta o'qishga chalkashtirishga harakat qilyapmiz. Shuning uchun grammatikada o'tiladi ko'pincha. Endi bu yoqqa kelamiz. Yes, on holiday. Ha, ta'tilda. Ya'ni Henryni oldin uchratganmisiz? Desa nima deb o'tamiz? Ha, ta'tilda uchratganman. Ya'ni yes short answer berib o'tmoqda. Yes I have emas, ya'ni yes on holiday deb o'tib ketgan. Shunchaki yes on holiday. Ketdi. Keyingisiga o'tamiz, uchinchisiga. Speaker 3. Do you like visiting museums?
Do you like visiting museums? Ana shu yerda juda ham qiziq grammatika bor. Agar o'quvchilar e'tibor berishayotgan bo'lsa, juda ham qiziq grammatikamiz bor. Qarang. Visitingdan keyin hech qanaqa to pu olmaydi. Shundan visitdan keyin to qo'ymaymiz. I visit school, I visit museum, I visit cafe bo'lishi mumkin, lekin agar o'rtaga to qo'ysangiz, u grammatik jihatdan xato hisoblanadi. Mana shu yerda ana listening o'zida grammatikani ham o'rganib ketishimiz mumkin. Endi do you like visiting museums deyapti. Do you mana bu yerda asosiy so'z do you bo'ladi. Buni zamoni qaysi? Mana late turibdi. Zamon qaysi? Oddiygina e'tibor bering. O'tgan zamon turibdi. Shuning uchun buni nima grammatikasi tushmaydi. Buni shunday ustidan chizib qo'yamiz, please. Keyingiga o'tamiz. No, I haven't. Bu yerda yana zamon xato o'ynayapti. E'tibor bering. Agar zamonlarda yaxshi bilsangiz, part 1da juda yuqori ishlashingiz mumkin. No, I haven't ham grammatik jihatdan tushmaydi, zamon tushmaydi. Bitta variantimiz bizda not really qolyapti. Not really degani unchalik emas degan ma'noga keladi. Unchalik ham emas. Tushunarli? Bu keyingiga o'tamiz. 4-ga ko'raylikchi. Speaker 4. I've broken my glasses. I've broken my glasses. Please, mana bu yerda e'tibor beramiz. I've broken my glasses deb. Mana bu yerda birinchi navbatda pronunciationga e'tibor beraylik. Bu I've bo'lib ketadi. Aytilayotgancha I've deb bo'lib ketadi. Endi broken my glasses deyapti. Ya'ni ochkilarimni sindirgan. Mana biz sizlarga urg'u beraylik, please. Qamli urg'uni qarataylik. Men ochkilarimni sindirganman deyapti. Ochkilarimni ko'plikka kelyapti, to'g'rimi? Endi mana shu yerdan tushiramiz. Here's another one. Unda mana boshqa biri, lekin bu yerda one turibdi. Please e'tibor beramiz. Bu yerda one turibdi. One degani birlik uchun ishlatiladi. Bizda ko'plik berilgan. Bu grammatik jihatdan tushmaydi. Boshqalari deb ko'plikda aytganda zo'r tushardi. You can see, unga qarab, sen ko'ra olmaysan deyish juda ham qo'pol chiqadi. Inglizda bunday javob bermaydi. Qanday javob berishimiz mumkin? That's pity. That's a pity. Buni bittalab ko'rib chiqishimiz kerak ma'nosini. That's a pity degani bu achinarli. Pity so'zining ma'nosi achinarli. Okay, good. Endi 5-siga kelamiz. Please, 5-sini ko'rib chiqaylikchi. Speaker 5. John's going to London. John's going to London. Endi mana bu yerda e'tibor beramiz. John's going to London. Qaysi zamonda gapiryapti? Hozirgi zamonda gapiryapti. Bizga zamon qadar muhim emas ekan. Variantlarga qaraydigan bo'lsak, xo'sh, bitta holatda muhim ekan. Often, tez-tez yo'q. Bu yerda tez-tez deya olmaymiz, chunki hozirgi zamonda tez-tez bilan javob qaytarish qiyin. Keyingisi yesterday. Buni zamon jihatdan tushmaydi. Kecha bittagina variantimiz by train, ya'ni poyezddami? Bitta variantimiz shu eng zo'r tushadigan. Poyezddami desak, variant jihatdan shu tushar ekan. Keyingisiga o'tamiz oldi. Speaker 6. When do you study? When do you study? When do you study? Mana bu yerda endi agar sizga agar so'zlarimizda when, what shunga o'xshashlari bo'lsa, please e'tiborni fokus shu yerga qaratishimiz kerak. Fokus mana shu yerga qaratilishingiz kerak. When do you study deyapti. Ya'ni qachon o'qiysiz? Mana bu ikkita variantni chiqarib tashlaymiz birdaniga. Oddiygina xatolarni chiqarib tashlaylik. Maktabda yoki kutubxonada bo'lmaydi. Bu yerda where bo'lsa zo'r tushadi. Mana bu yerda bo'lsa, belgilab qo'yaylik. Bu yerda agar where bo'lganida juda ham zo'r bo'lardi. Where demadi. Where bo'lganda mana bu ikkala variantimiz bo'lardi. Lekin bizga when dedi. Shuning uchun bittagina variantimiz bor. Endi evenings kechga o'qiyman. Ya'ni kechga o'qiyman. 7ni ishlaylikchi, please. Qani 7-si? Speaker 7. Do you like my new shoes? Like my new shoes. Do you like my new shoes? Meni yangi oyoq kiyimlarimni yoqdimi senga deyapti. Meni yangi oyoq kiyimlarim senga yoqdimi? Xo'sh, would you like them deb ular o'zidan so'ramaymiz-ku. Would you like them? Ya'ni olishni xohlaysizmi? Yo'q, ma'nosi tushmaydi. How long are they? Ular qanchalik uzun? Mana bu ham tushmaydi, g'alati gap eshitiladi. Lekin nima deyishimiz mumkin? Where did you buy them? Qayerdan sotib olding ularni? Ularni qayerdan sotib olding? Zo'r. Keyingi 8.
O'taylikchi. Speaker 8. Be careful. Be careful. Be careful. Be careful. Ya'ni ehtiyot bo'l. Ehtiyot bo'l deyapti. Ehtiyot bo'l desa nima deb o'tishimiz mumkin? Ehtiyot bo'l desa I will work, ishlayman deya olmaymiz. Bu ma'no jihatdan tushmaydi. Xo'sh, bu achinarli. Qanday achinarli? Tushmaydi ma'no jihatdan. Thank you. Aytganing uchun rahmat, ehtiyot bo'laman. Please, mana bularni ishlab chiqqan paytimiz, please, qayerga e'tibor qildik? Qayerda o'sha xato chiqdi? Misol uchun often, bu zamon jihatdan xato chiqdi. Bular belgilab qo'yaylik. Bu zamon jihatdan xato chiqdi. Bu ham zamon jihatdan xato chiqibdi. Oddiy sodda basic grammarni yaxshi o'qigan odam bularni topishda deyarli qiyinchilikka uchramaydi. Faqat o'sha soddasini skip qilib yuborish keyinchalik yomon o'sha keyinchalik qiynaladi o'zi. O'sha asosiy joylarni o'tkazavergan uchun. Tushunarli? Agar videolarimiz foydali bo'layotgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bu orqali siz keyingi kerakli videolarni o'tkazib yubormaysiz. Endi bulardan ko'rib chiqqan grammatikalamizga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda ko'rib chiqayotgan grammatikalamizdan visitdan keyin mana e'tibor bersanglar to who kelmaydi. Ya'ni I will visit museums, I will visit cafes, lekin to qo'ymaysiz bu yerda. Tushunarli? Qolganlari deyarli oson grammatikalar. Endi bu yoqqa kelamiz. Test 2. Test 2 ni ishlayotganimizda ham please grammar vocabularyga e'tibor qilsak topamiz. Imtihonda eng yuqori ballni birinchi part beradi. Bu yerda xato qilishga haqqimiz yo'q. Ketdik. Speaker 1. I hate basketball. I hate basketball. I hate basketball. I hate basketball. Bu yerda aytmoqchilarki, men basketbolni yomon ko'raman debdi. Bu yerda oddiy ma'noni tagiga chizishimiz sababi bu yerda zamon present simple da ishlatyapti va holat harakat fe'li. Endi you are to sanam yomon ko'rasan. Ne deyishimiz u sanam deyishimiz g'alati. O'zi are bilan kelmaydi. Mana are turibdi. Bizda hate boshqa fe'l. Canli gap qatnashmagan, bu ham kelmaydi. Oddiygina o'chirib tashlaymiz. Bu ham canli kelmagan. Please kingga kelamiz. Mana do. Mana haqiqiy tushish joyi, bizga eng tushadigan joyi birga bir do. I do too. Men ham degan mana gap. Buni Merfini 48 grammatikalarda o'tib ketgan unitlarda. Endi kingga kelamiz. Xo'sh. Kings. Speaker 2. Can you give me some money? Can you give me some money? Menga biroz pul berib turasizmi? Menga biroz pul berib turasizmi? Juda ham zo'r chiqdi. Qarang, menga biroz pul berib olasiz. Rahmat deb javob qaytarish mumkinmi? Ma'no tushmaydi. No, I will. Mana bu yerda no'dan keyin I will not bo'lishi kerak edi. Bu ham oddiy grammatik xato bo'ldi. Bittagina variantimiz qolyapti. To'g'ri variantimiz bu I'm afraid I can't. Mana bu yerda shunday o'rganishimiz kerak bo'lgan struktura bor. I'm afraid bilan gapirish. Inglizlar juda ham chiroyli gapirganda I'm afraid ni qo'shadi. I'm afraid. Ya'ni qo'rqamanki yo'q deb yoki qo'rqamanki nima desa bo'ladi. A'zolarimizni xursand qila olmadik. Qo'rqamanki bunday deb gapiramiz. Juda ham chiroyli chiqadi. Writing voice ham speaking ham oshirib beradi. Tushunarli? Qo'rqamanki deb gapirish. Oga ketdi uchinchisi. Speaker 3. Let's walk to the park. Let's walk to the park. Let's walk to the park. Parkka boramiz. Qarang, let's bilan berish hamisha ish qilamiz. Undan ishlatilyapti. Parkka boramiz. Parkka boramiz. Xo'sh, nima deb javob berishimiz mumkin? It's expensive. Bu qimmat. Tushmaydi. I think so. Birorta odam sizga deyish ish qilamiz. I think so deyishdi, o'zi g'alati. Shunday deb o'ylayman deyishdi. Tushmaydi. Mana shu yerda bittagina variantimizga qolyapti. I'm sorry I can't. Uzr, bora olmayman. Uzr, bora olmayman, juda ham zo'r tushadi. I'm sorry I can't. Tushunarli? Chiqdi. Keyin hozir darsning o'rtasida bir aytib o'tib ketaylik. Bu listeningimiz tugagandan so'ng birinchi partimiz to'liq tushuntirib o'tamanda. Keyin hozir ko'plab o'quvchilar speakingga tayyorlanayotgani uchun speaking bo'yicha ham mana bularni tushuntirib o'tmoqchiman. Ikkinchi partda qanday gapirishni darsning oxirida bularni tushuntirib beraman. Speaking 2 ga qanday tayyorlanish va qanday yondosh agar sal speakingda qiynalayotgan bo'lsangiz. Xo'sh, mana bunga qaytaylik yana part 4imizga kiramiz sharhlaslik uchun. Part 4. Test ishlatganimizda speaker 4 ga qaytaylik. Speaker 4.
When did you arrive? When did you arrive? When did you arrive? Qarang, mana bu yerda hali ham mana bu ulab ketmadi. Agar mana bu did bilan you kelsa, ya'ni dy to'qnashsa, j ga aylanib ketadi, j deb o'qiladi. When did you arrive? When did you arrive? Qachon yetib kelding deyapti. Bu yerda bizga eng keraklisi mana bu did bo'ladi, o'tgan zamonda berilyapti. Tushunarlimi? Tomorrow. Qachon yetib kelding? Ertaga. Grammatik tushmaydi zamon. Qachon yetib kelding? Uzr. Bu ham bo'lmaydi. Qanaqasi qachon yetib kelding desa uzr deyishimiz mumkin. To'g'ri javob berishimiz uchun mana keywordimiz turibdi o'zi. U shu yerda mana asosiy rol o'ynaydi. Nima deyishimiz mumkin? Yesterday. Qachon yetib kelding? Kecha. Kecha yetib keldik. Jo'p. Buni belgilab qo'ya qoling yaxshi. Speaker 5. Shall I open the door? Shall I open the door? Shall I open the door? Please, mana shuni juda ham sodda farqini tushuntirib ketaylik. Shall I open the door? Shall I open the door? Shall I open the door degani eshikni ochaymi? Ko'pchilik buni will dan farqini sezmaydi. Will I open the door degani men eshikni ochamanmi bo'lib qoladi. Ochamanmi bo'lib qoladi. Tushunarli? Juda ham g'alati. Men eshikni ochaman. Bu shall I degani birortadan izn so'rash uchun. Britishda shall I, Amerikada should bilan ishlatishadi asosan. Shall I open the door? Shall I open the door degani, xo'sh, buni bu yoqqa qaytarib qo'ya qo'ying. Bir xil ma'no bo'lgani uchun tekstsiz qo'yamiz. Shall I open the door degani endi eshikni ochaymi deyapti. Siz qanday qilib javob berishingiz mumkin bunga? Bu grammatik jihatdan yes I shall. I deganda siz o'zingizni nazarda tutyapsiz. U o'zini so'rayapti. Ma'no jihatdan ham tushmaydi, grammatik jihatdan ham tushmaydi. Ya'ni u shall I open the door? Eshikni ochaymi desa, hamon ochaman deyapsiz. Hamon ochaman. Ya'ni siz o'zingizda aytib qo'yapsiz. Tushunarli? Yo'q, san bo'lishi kerak deb yerda. Bu tushmaydi. Endi will ham tushmaydi grammatik jihatdan shall bilan bilganda. Chunki shall degan ochaymi izn so'rash. Hozir siz ha siz ochasiz bo'lib qoladi. Ha siz ochasiz. Ochaymi desa ha siz ochasiz. Tushunarli? Tushmaydi. Nima deyishimiz mumkin? Ha iltimos. Ha iltimos. Ya'ni eshikni ochaymi desa ha iltimos ochib yuboring deyapti. Ha iltimos. Please. Ketdik keyingisi. 6-chisini ishlaylikchi. Speaker 6. I got a letter from Paul this morning. I got a letter from Paul this morning. Bugun ertalab Poldan xat oldim. Bugun ertalab Poldan xat oldim deyapti. Ketdi. Nima deyishimiz mumkin? I am afraid not. Qo'rqamanki yo'q deb. Qo'rqamanki yo'q deb grammatikani tushunigini qarang. Lekin bu tushmaydi. He's fine. Poldan xat oldim desa u yaxshi. Tushmaydi. Oh, yaxshi ish bo'libdi. Oh, that's nice. Ha, yaxshi ish bo'libdi. Ketdi keyingisi. Qani 7-chisini ishlaylik. Speaker 7. How's your sister? How is your sister? How's your sister? Mana shunaqangi gaplar kelsa, boya aytgandek, mana how, what so'zlariga qarab javob qaytarishimiz kerak. How desa, she's Jane tushmaydi. Who bo'lsa tushardi. Ya'ni who bo'lganda juda ham zo'r tushardi. Who bo'lganda zo'r tushardi. Where bo'lganda mana bu javobimiz tushardi. Where bo'lsa. Ya'ni u qayerda desa bu javobimiz tushardi. Endi bizga eng tushadigan javobimiz she's very well. How ga nisbatan eng zo'r tushadigan variantimiz she's very well. U juda ham yaxshi. Ya'ni sog'lomga nisbatan. Ketdi. 8 ishlaylikchi. Speaker 8. How far is it to Manchester? Far is it to How far is it to Manchester? How far is it to Manchester? How far is it to Manchester? Xo'sh, Manchestergacha qancha uzoq? About 2 months. Bu yerda how long bo'lganda zo'r tushadi. Grammatikda how long ga bunday javob beramiz. It's quite long. Xo'sh, it's quite long. Bu anchagina uzun. Bu ham asosan long muddatga nisbatan ishlatiladi. Asosan muddatga nisbatan ishlatiladi. Tushunamiz. Bittagina variantimiz masofaga nisbatan 30 kilometers. Taxminan 30 kilometr chamasida javob bersak bo'ladi. Mana bittalar ko'rib chiqdik mana bular bittasini. Endi please
Bu yerdan ham o'rganadigan grammatikamiz bor. Har bittasini o'zi ishlagan paytda albatta bitta o'rganadigan grammatika chiqadi. O'shalarga gap tuzib ko'rishimiz kerak. Mana misol uchun bundan o'rganadigan bitta grammatikani aytadigan bo'lsak, shellni ko'pchilik asosan bilmaydi qanday ishlatish. Shell asosan I'ga nisbatan ishlatiladi. Biror narsa suv ichaymi, eshikni ochaymi, mashina haydaymi, izn so'rayotganingizcha shell bilan berishingiz kerak aslida. Endi qolganlarining ham grammatikasini boshqa bir qarab chiqishingiz kerak. Juda ham foydali grammatikalarimiz bor. Endi test 3 dan boshlab sal uzunroqlar boshlanadi, ayniqsa test 4 ham sal uzunlashadi. Xo'sh, hozir bitta-bittalab ishlab ko'ramiz. Bitta-bittalab har bittasini xatosini tekshiramiz. Qayerda xato qilamiz? Speaker 1. Do you like sharing a bedroom with your sister? Do you like sharing a bedroom with your sister? Xo'sh. Singling bilan o'sha bedroomni share qilib birga turishni yoqtirasanmi? We've got purple walls. Bizada binafsha, ko'k, qanaqadir devorimiz bor. Tushmaydi, biz bunaqa devorimiz bor. Kimga qiziqadi? Yes, she does. She, mana bu yerga e'tibor bering. Bizada you ni so'rayapti. You desa I bilan javob berishimiz kerak. Mana grammatikada chalkash chiqib ketadi. Bu ham tushmaydi. Xo'sh, bittagina javobimiz not really. Not really. Ya'ni do you like desa yoqtirasanmi desa unchalik emas. Mana zo'r gap. Hadi biror bir speaking boshlansa, do you like football, do you like music desa yes I do, no I don't emas. Misol uchun not really, it's not my type. Shunaqasiga gapirib tashlasak, juda ham tabiiy chiqadi aslida. Ketdi. Speaker 2. When can we practice together for the concert? When can we practice together for the concert? Ketdi. Konsert uchun qachon birgalikda praktika qilishimiz mumkin? Qarang, when deyapti. Mana shundan bilsak bo'ladi. Yana zo'r. Qachon birga praktika qilsak bo'ladi deyapti. Xo'sh, I had lecture yesterday. Mana bu yesterday o'z zamonidan bilinib turibdi. Noto'g'ri ketdi. How long time aytmayapti, vaqt bo'lsa bu bo'lardi. Bittagina variant. C# praktika qilsakchi. C# praktika qilsakchi. Ya'ni mana bunga e'tibor beraylik. Kunga nisbatan ulardan oldin on keladi. Ya'ni on degani o'sha dushanbada, chorshanbada deyishimiz uchun kunga nisbatan on keladi. Mana ham grammatik o'rganish uchun. Uchinchisi. Uchinchisini ko'raylikchi. Speaker 3. We'd like some chips with our burgers, please. We'd like some chips with our burgers, please. Xo'sh, qarang. Bu yerda nima deb o'qitmoqchi? Bu yerda aytayotgani biz o'zimizni burgerimiz bilan biroz chips ham xohlaymiz deyapti. Biz o'zimizni burgerimiz bilan biroz chips ham xohlaymiz. Really? I don't. Umuman tushmaydi. Qarang, siz kassirga qarayapsizda, burgerimiz bilan biroz chip ham yemoqchi edingsa, rostdanmi? Men uni qilmayman. Oshpaz unday deb javob bermaydi, albatta. Xo'sh, are they large ones? Ular kattalar umuman tushmaydi. Ya'ni bizga nimaga unday deyish kerak? Javob aytishimiz mumkin. And some salad? Salad ham qo'shaymi? Ya'ni savol so'rayapti. Salatchi deb so'rayapti. Tushunarli? And some salad? Salatchi deb. Juda ham zo'r tushadi. Ya'ni oshpazga qarab aytyapmiz. Biroz kartoshka qo'shing deyapmiz, u bizga salatchi deb so'rayapti. Speaker 4. Are you coming to tennis club with us on Friday? Are you coming to tennis club with us on Friday? Xo'sh, sen biz bilan juma kuni tennis klubiga kelyapsanmi? Qarang, mana bu yerda present continuous for the future, kelajak uchun ishlatilgan. Ya'ni bo'ladigan voqea kelajakda, lekin bu aniq bo'lgani uchun present continuousda gapiriladi. Xuddi o'zimizdagidek keyingi oy Londonga ketayapman, xuddi ketayotganidek, aslida voqea kelajakda bo'ladi. Nima deyishimiz mumkin? What a pity. Juda ko'p takrorlanadi. Mana shu so'zni yodlab oling. What a pity. Qanday achinarli. Juda ham g'alati chiqadi. Xo'sh, no bad, thank you. Yomon emas, rahmat. Bu juda ham g'alati. Agar kelasan desa yomon emas, rahmat deyish mumkin. I'm afraid not. Ya'ni qo'rqamanki yo'q deb. Juda ham chiroyli javob berish. Mana shu yer qo'rqamanki yo'q deb. Ketdi. Speaker 5. Let's go swimming as soon as we get to the lake.
Let's go swimming as soon as we get to the lake. Ketdi. Let's go. Boyagi aytganimizdek, let's go degan davay, ya'ni davay suzishga boramiz. Ana bu yerda as soon as the grammatikasini alohida tushuntirib o'tish kerak. Juda ham kerakli grammatika aslida, ko'p o'quvchilar e'tibor bermay ketgan bo'lishi mumkin. As soon as degani, xo'sh, men bitta tushuntirib o'taylik. Tak, as soon as zahoti. Ya'ni, misol uchun eshikni ochgan zahotim tomni ko'rdim. Uyga kelgan zahotim uxladim. Mana shunaqalar aytmoqchi bo'lsangiz, as soon as grammatikasida aytasiz. Bu yerda nima deyapti? Ko'lga yetib borganimiz zahoti davay cho'milishga boramiz deyapti. Tushunli? Endi nima deyishimiz mumkin? Zeyva, mana qayerdasan? Tushmaydi. How about the beach? Sohilchi. Sohilchi. Nima demoqchi? Sohilchi. Tushmaydi. Great idea. Juda ham zo'r fikr. Juda ham zo'r fikrimiz tushadi. Tushunli? As soon as mana bu so'z test 3 dan o'rgangan grammatikamiz as soon as ekan. 3 tagina gap yozing. Hozir 3 ta gap yozmasangiz, dars tugagandan keyinmi, hozirmi esingizdan chiqib ketadi bir soatdan keyin. Tushunli? Ketdingiz. Speaker 6. What's the matter? What's the matter? What's the matter? What's the matter? Nima bo'layapti? Nima bo'layapti? Ya'ni nima sodir bo'layapti? Xo'sh, nima deyishimiz mumkin? Xo'sh, it's kind of tooth. Bu qanaqangidir tish. Tushmaydi. What's the matter degani bir muammoga nisbatan ishlatadi. Is it my tooth? Mani tishimmi? Mani tishimmi? Men tushmaydi, sizdan biror narsa bo'layaptimi? So'rasa, mani tishimmi deyishingiz mumkin. Yo'q. My tooth hurts. Mani tishim og'riyapti. Mani tishim og'riyapti. Juda ham zo'r chiqadi. Ya'ni meni tishim og'riyapti deb javob qaytarishimiz mumkin. Endi bunisiga kelaylik, aytdingiz. Speaker 7. Has she seen the doctor? Has she seen the doctor? Has she seen the doctor? U doktorni ko'rgan. U doktor bilan uchrashganmi? Not now, hozir emas, ertaga. Hozir emas, ertaga tushmaydi grammatikdan. Not then, undan keyin emas, yaxshi bo'lardi. Undan keyin emas, yaxshi bo'lardi. Nima demoqchi? Undan keyin emas, yaxshi bo'lardi. Tushmaydi. Not yet. Hozircha yo'q. Zo'r. Hozircha yo'q. She's thinking about it. U bu haqida o'ylayapti. Ya'ni doktor bilan ko'rishishni o'ylayotgan bo'lishi kerak. Bitta variantimiz mana shu yerda tushadi. Qolganlari grammatik jihatdan, zamon jihatdan tushmaydi. Oxirgisi 8 ishlaymiz. Speaker 8. I have got a temperature and a headache. I have got a temperature and a headache. And a headache. Agar xo'sh, mani boshim va bosh og'rig'im va temperaturam bor deyapti. Nima deyishimiz mumkin? Are you feeling better? O'zing yaxshi his qilyapsan. Qanaqasi og'rig'im borsa o'zing yaxshi his qilyapsan deyishingiz mumkin. Really? You are bored? Rostdan zerikdingmi? Yo'q, tushmaydi. Bittagina variantimiz nimaga borib yotib dam olmaysan unda? Why don't you? Mana zo'r grammatika why don't you bilan javob berish. Mana bu endi bundan o'rgangan grammatikamiz hisobiga misolcha aytaylik as soon as deb o'ylashib ko'rishingiz mumkin. Har bittasida zo'r grammatika bor, lekin keraklilarini asosida o'rganib olish kerak. Endi part 4 ga keladigan bo'lsak, part 4 dan so'ng speaking mana transkriptlarni ko'rib chiqamiz, keyin bittalar speaking kurslarga o'tishimiz mumkin. Xo'sh, part 4. Part 4 da Speaker 1. Test 4. How did Kate break her arm? How did Kate break her arm? Xo'sh, Kate qanday qilib qo'lini sindirib oldi? Kate qanday qilib qo'lini sindirib oldi? Nima deyishimiz mumkin? I know it was terrible. Men bilaman, u yomon edi. Qaydan bu tushmaydi? How bilan bizdan so'rayapti voqea qanday sodir bo'lganini. Yo'da, how sadni to'g'ri yozib qo'yamiz. Endi to'g'ri. Xo'sh, after basketball practice dan keyin sindirib oldim. Bu ham ma'no jihatdan tushmaydi. She fell on some ice, ya'ni u muzning ustiga yiqilib tushdi. Ya'ni kanka cho'tgan bo'lgan biror narsa o'tgan paytda muzning ustiga yiqilib tushdi. Juda ham zo'r tushadi. Zamonni ham belgilab qo'yilgan shekillar juda ham qo'llaniladi. Speaker 2. Thanks for looking after me when I was ill.
Thanks for looking after me when I was ill. Ush, mana bu yerda yomon chalkashtiruvchi kelgan. Qarang, ko'plar o'ylashi mumkin, never mind deb o'tishi mumkin, lekin aslida bu yerda you welcome deyishimiz kerak. Bu yerda thanks deyapti. Endi qarang, never mind degan hech qisi yo'q. Agar biror bir ayb qilsangiz, sorry deganingizda asosan never mind bilan javob berishimiz mumkin. Tushmaydi. Rahmat, albatta deyishimiz juda ham rude tushmaydi. You welcome deganimiz arzimaydi deganga keladi. Juda ham zo'r. Yana aytaman, never mind, biror bir odam I'm sorry desa, never mind deyishingiz mumkin asosan. Tushunarli? Speaker 3. Do you like taking photos? 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 Ya'ni rasmga olish yoqadimi deyapti. Rasmga olish yoqadimi desa, so do I, menga ham deyishingiz juda ham grammatik jihatdan tushmaydi. Menga ham deyishimiz mumkin. Qanday achinarli deyishimiz tushmaydi. Oxirgi variantimiz qo'yapti. I love it. Albatta uni yaxshi ko'raman. O'sha ishni, ya'ni rasmga olishni juda ham yaxshi ko'raman deb aytmoqda. Keyingisi. Speaker 4. I would like to join the music club. I would like to join the music club. Ketdi. Men music clubga qo'shilishni xohlayman deyapti. Endi qarang, not often, tez emas, grammatik jihatdan tushmaydi. Tez emas, grammatik jihatdan tushmaydi. Hech qisi yo'q. Tushmaydi umuman. Shu zamonga musiqa qilib qo'shmoqchiman desa hech qisi yo'q deyishimiz mumkin. Tushmaydi. Can you sing? Kuylay olasizmi? Musiqa guruhiga qo'shish uchun albatta kuylay olish kerak. Kuylay olasizmi deb so'rayapti. Endi mana bu yerda o'rganadigan ham grammatikamiz join, qarang, music clubdagi joindan keyin t yo'q, ya'ni to qo'shimchasi qo'yilmagan. Demak, join the club, join the birorta activity, community, lekin to'ni qo'ymaydi. Ko'pincha o'quvchilar O'zbekistonda to'ni qo'yib olishadi. Bu asosiy xato. Bu writing, speakingda ancha xatoga sababchi bo'ladi. 5-si. Speaker 5. Do you ever draw pictures? Do you ever draw pictures? Endi mana shu yerda juda ham zo'r, mana bu everga e'tiborlaringizni qaratmoqchiman. Ko'plar o'ylaydi, faqat ever the present perfect ishlatish kerak deydi. Doim tilni o'zbek tilida yaxshilab o'qib ko'rsangiz tushunami yo'qmi? O'zbek tilida ham aytamizki, siz hech, misol uchun, ovqat pishirasizmi, siz hech musiqa eshitasizmi, siz hech xorijiy filmlar tomosha qilasizmi deymiz, oddiy zamonda ham. Xuddi shunaqa. Mana present simple bilan ham everni ishlatsak bo'ladi, bu umuman xatoga hisoblanmaydi, bu qaytamga tabiiy chiqadi. Siz hech rasm chizasizmi deyapti. Juda achinarli. Bo'lmaydi. Juda ham bandman. Chiqmaydi. Not often, ya'ni uncha ham tez-tez qilib turmayman bu ishda degan ma'noga keladi. Mana javobimiz. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Speaker 6. I love making friends. I love making friends. Do'stlashishni yoqtiraman debdi. Ya'ni do'stlashishni yoqtiraman debdi. Do'stlashishni yoqtiraman desa, I love it. Men uni yaxshi ko'raman. Tushmaydi, it bo'lmayotgan narsa. Qo'rqamanki yo'qdir. Nima u sizdan bir narsa so'rayapti. Shuni so'ragani qo'rqaman yo'q deymiz. So do I. Ya'ni men ham deb javob beryapti. Men ham deb javob beryapti. Shu javobimiz zo'rcha. Speaker 7. Would you like to go camping this weekend? Would you like to go camping this weekend? Bo'ldi. Endi qarang, would you like to, would you bilan beryapti. Boya aytganimdek, agar mana shu ikkita dy lar kelib qolsa, ular j deb o'qiladi. Keyin mana bu yerda zo'r grammatika turibdi. Shu hafta, shu oy, shu yil demoqchi bo'lsak, this deb aytamiz. Would you like to go to camping this weekend? Shu shanba kunlari lagerga borishni xohlaysizmi desa, qo'shiq ayta olasanmi? Tushmaydi. Qanday achinarli, lagerga borishni xohlaysizmi? Qanday achinarli? Tushmaydi. Qo'rqamanki yo'q deb. Ya'ni o'sha bora olmaydi, bog'isi ham kelmayapti unchalik. Ketdi oxirgisi. Speaker 8.
Would you like to go to the cinema? Would you like to go to the cinema? Would you like to go to the cinema? Sinemaga borishni xohlaysan. Mana shu yerdagi o'ziz topib olsangiz, bu juda ham zo'r. Agar topolmasangiz tushuntirib o'tamiz. Would you like to? Xo'sh, would you like to bilan asosan would you like deganda ayni zamonni nazarda tutamiz. Hozirgida. Tushunali? Do you think so? Shunday deb o'ylaysizmi? Ma'nosi chiqmaydi. Sometimes with friends, do you like bo'lganda zo'r tushardi. Do you like bo'lganda birga bir tushardi mana javobimiz. Lekin bu yerda ham tushmaydi grammatik jihatdan atayin chalkashtirish uchun tiqilgan. Tushunali? Mana bu Watson nima deyishingiz mumkin? Watson degan o'sha teatrda hozirda nimani qo'yishyapti degan ma'noga keladi. Ya'ni aynida nazarda berdim shu. Watson juda ham zo'r tushadi. Endi last but not least qanday qilib oshirish? Bu hozir ko'rib chiqdik qanday ishlashi, bitta tushundik degan umiddaman. Endi bitta narsa o'ziz ishlashsin kerak. O'ziz praktika qilishingiz kerak, materiallar ko'rib chiqishingiz kerak, tarjimasini chiqarishingiz kerak. Transkript qo'shasiz. Keyin mana shunday qilsangizgina bitta-bittalab ishlasangiz, bitta tahlil qilsangizgina listening oshadi va bu savollar leveli har bittasini tepasiga yozayotmay bittasini tepasiga yozamiz. Xo'sh, answers tepasiga yozib qo'y. Bularni leveli A1, A2 даже B1 ga ham o'tmagan. Faqat siz inglizchasiga javob qaytarishni bilishingiz kerak. Birodan bir. Endi bular yaxshilash uchun siz nima qilishingiz kerak? Mana misol uchun part 1 turibdi. Speaker. Mana hatto bu yerdan bo'lmasa, uyingizda ishlayotgan payt kitobda transkripti orqasidan aytgan payt siz bularni qaytarishingiz kerak. Bitta ko'rsatmani. Misol uchun. Xo'sh. It's very hot in here. It's very hot in here. It's very hot in It's very here. hot in here. Tushunali? It's very hot in here. Har bittasini takrorlash kerak. Shuning uchun Komil juda ko'p o'quvchilar ko'p so'zni xato o'qiydi va uni tan olmagan sababli listeningga qayta kirib bekorga vaqtini yo'qotadi. Xato javob beradi. Shuning uchun please o'zingizga ham talaffuzni to'g'rilaysiz, speakingizga ham zo'r yordam beradi. Har bittasini eshitib orqadan qaytarish kerak. Tushunali? 5-6 martalab aytiladi. Bittada hech kim desa kirmaydi, u fantastika. 5-6 marta keraksa 10 martalab aytib o'sha so'zni to'g'ri aytishga harakat qilishingiz kerak. Bo'ldi, mana transkriptlar berib o'tilgan. Har bir transkripsiyaga qarab chiqasizga umiddaman. Endi mana bu yerga o'tadigan bo'lsak, speakingni tushuntirib o'tmoqchi edim. Har bittasi mana testlar transkript bor, uni uyda praktika qilib chiqasiz. Speaking part 2 uchun aynan mana bu yerda vocabulary berilgan va nima kerak bu vocabulary degan o'ylashimiz mumkin. Nima qilishimiz mumkin? Qarang. Bu yerda hammasi householdga oid so'zlar, ya'ni living room, bedroom, man part 2 ni tushuntirib o'tmoqchiman. Hozir living room, bedroom, kitchen hammamiz biladigan topik, hammamiz bilamiz, juda ham oson bu so'zlar, aynan shu so'zlar juda ham oson va bekorga shu so'zlar tanlaganim yo'q. Bularni o'zimiz yodlab chiqsak ham bizga foydali. Nima qilamiz? Part 2 ga har qanday savol tushsa, endi o'sha yerga oid verb bilan berilgan cleaning, washing, vacuum cleaning so'zlar ham tushib qolsa, aytaylik savol bittasini ko'rib chiqaylik, 5-6 ta har qanday savol turiga tushirsa bo'ladi. Shaxsan o'zim harakat qilib ko'ryapman. Har bir savolga tushyapti, deyarli ko'rib chiqamiz. Misol uchun tell me about skill you have learned recently. Yaqinda o'rgangan biror bir hunaring, malakang, biror bir narsang, skillingni gapirib beryapti. Nima uchun muhim edi deyapti va foydaliligini ga namuna beryapti. Boshladik. Misol uchun men yaqindagina shunday skill o'rgandim. Organizing and managing my household more effectively. Uyda narsalarni to'g'ri tartibga solishni o'rganib chiqdim. Shuni uy narsalarni tartibga solishni, kundalik tartibga amal qilishni, tozalashni, yig'ishtirishni, ovqat pishirishni deb gapiramiz. Har bittasi keyin o'sha yerda yodlagan so'zlarimizni ishlatamiz. Siz hozir men bir narsani aytishim mumkin, agar speakingiz qiynalayotgan bo'lsangiz, please one more time o'ylab ko'ring. Siz o'zi imtihonga juda yaqin qolyapsiz. Siz qiyin so'zni ayta olmaysiz baribir. Ichkariga kirib, xuddi o'zbeklarga mehr, o'qib bo'lgandan ko'ra, mana oddiy so'zlarni chiroyli qilib yetkazib bering. Balizni ko'tarmoqchi bo'lsangiz. Mana har bittasi oddiy uydagi so'zlar, o'shani har bittasini chiroyli yetkazib bering. Mana har bitta shartga mana bu yerda yaxshilab yodlab chiqib, 3 ta namuna berib o'tilgan, 3 ta namuna berganman. Sample 1, sample 2, sample 3 berganman. Qanday qilib topiklarga moslashtirish
ko'rib chiqishingiz mumkin. Endi mana tell me about skill desam, man uyni yig'ishtirish bo'yicha. Nima uchun muhim? Chunki hozirgi kunda uyni toza saqlash juda ham muhim, gigiyena ma'lumotlar hisoblaymiz. Shuni g'oya kelmayapti ham yo'q. Ne demaysiz? Hamma narsani shu householdga oid turasiz. Ya'ni vocabularies bu o'shanga oid, grammatikamiz bu o'shanga oid bizlar verblarni bilamiz. Hammasini o'sha joyga burib ketamiz. Tushunarli? Endi mana ikkinchi samplni ko'raylik. Mana tell me about critical decision you have made. Misol uchun bir jiddiy qaror qabul qilganingizni gapirib bering. Bu qaror hayotingizga qanday ta'sir qildirdi? Misol uchun qanaqangi what factors have the highest impact? Qanaqangi faktorlar inson qaror qabul qilishda muhim rol o'ynaydi? Boshladik. Mana misol uchun man stable daily routine hamma so'zni o'sha yodlagan so'zlarimni qo'yib chiqyapmiz. Shuni wardrobe, drawers, shelves, desk, so critical decisions gapirib bering. Man bitta critical decision qildim va misol uchun uyimning rangini o'zgartirish, dizaynni o'zgartirish, man bedroomni bu yoqqa qo'ydim, misol uchun wardrobe bu yoqqa qo'ydim. Bemalol 2 minut gapirsa bo'ladi. Faqat imtihon kuni emas gapirish. Faqat bundan imtihondan oldin har kun bitta mavzular shunaqa tayyorlanib chiqishimiz kerak. Endi yana bitta namunani ko'raylik. Misol uchun describe time when you achieved great goal. Qachon bir buyuk maqsadga erishganingizni gapirib bering deb. Yana aytaman, speakingda sizni umuman maqsadingizni ham yozmaydi, o'sha nima desa bo'ladi, difficultiesni ham yozmaydi. Ular grammatikazni yozadi, vocabulariesni, fluency'ni yozadi, mana shularni yozadi. Tushunarli? O'ylayman ham qiziq. Misol uchun eng katta erishgan yutug'im shu uyimni juda ham sarishta saqlagandim deng. Yoki bitta ovqatni chiroyli qilib pishirganim deng. Farqi yo'q. Faqat o'shani kengaytirib gapirib bering. 2 minut gapirib berish kerak. Bu off topic ham hisoblanmaydi. Bu mavzudan misol uchun aytaylik, gapni olib qochish emas. Siz o'sha mavzu bo'yicha gapiryapsiz. Faqat siz aynan biladigan so'zlaringizga tortasiz. Ko'p o'quvchi bilmaydigan qiyin topikni tanlab qo'yadi, partuda umuman gapirmaydi. Siz mana shu aytganimdek 100 ta tipada berilgan so'zlar ham qiyin emas. Chunki har kunlik spoon, knife, shunga o'xshash so'zlar. Mana bu yerda word ham qiyin emas. Faqat imtihoningizdan kuni bir 2-3 ta praktika qilish kerak. Kamida 3 ta praktika qilish kerak. Describe time when you achieve great goal. Describe person who influenced you. Misol uchun sizga ta'sir o'tkazgan insonni gapirib bering deb. Uy-ro'zg'orga oid so'zlarni qarab chiqsangizlar, hamma misol uchun mani amakim juda ham meni ruhlantirdi. Amakimni o'zi ham daraxt ekishga qiziqaydi. Men bog'imizda ko'p daraxtlar ekib tashladim. Bu juda ham buyuk maqsadim edi. Tashlab Shunday, please, ular qizig'i yo'q. Yana aytaman, o'zi agar qizig'i bor deb aytgansiz, juda xato yo'ldasiz. Grammar, vocabulary, fluency, pronunciation, mana shularga e'tibor bering bo'ldi. Faqat off topic bo'lib ketmasin. Ya'ni katta yutug'ingiz nima? Katta yutug'im o'yimda 10 ta daraxt ekkanim. Katta yutug'im devorni hammasini o'zim bo'yab chiqqanim. Buni mavzu bo'yicha chiqib ketmasdan gapiryapmiz. Agar part 2 ga qiziqadiganlar bo'lsa, bu kanalimiz faqat listening uchun bo'lgan, shuncha part 2 ga to'xtalmoqchiman. Speakingga to'xtalmoqchi emasman, lekin juda ham foydasi tegadi degan umiddaman. O'zimning o'quvchilarimga ham shularni tavsiya qilaman, agar gapira olmasa. Shuning uchun sizlarga ham ulashishga qaror qildim. Shunday men har bitta so'zni pronunciationlari bilan bog' foydalansangizlar bo'ladi, bemalol. Juda ham yordam tegadi agar to'g'ri foydalansak, har bitta so'zimizda pronunciationlar bilan bog'. Endi agar savollaringiz bo'lsa, shuni multi-level listening part 1 kommentiga yozishingiz mumkin. Bo'lmasa bugun darsimiz tugatsak bo'ladi. Dars faqat va faqat listeningga oid o'tiladi bu kanalda asosan. Lekin har kuni iloji boricha endi speaking vaqti bo'lgani uchun speakingga oid maslahatlar berib boraman. Faqat speakingga yana bir marta aytib o'taman, speaking o'z nomi bilan speaking, ko'proq gapirib practice qilishimiz kerak. Please. Endi bu materialni qayerdan topishingiz mumkin? Buni Word holatida, PDF holatida aynan shu videoni komment qismiga tashlab qo'yaman. Siz o'sha yerdan olishlaringiz mumkin. Buni aynan tomosha qilib ko'rib chiqqanlaringiz uchun rahmat. O'zlaringizga foydali bo'ladigan umiddaman. Dars bo'yicha fikrlaringizni yozib qoldirishlaringiz mumkin. Iloji bo'lsa ertaga ham part 2 bo'yicha kerakli, juda ham kerakli detallar o'tmoqchiman. Qulayroq vaqt yozib ketsangiz, o'sha vaqtda o'tkaziladi. Rahmat hammaga, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. Fikrlaringizni shunday kommentlarda yozib ketasizlar degan umiddaman. Thank you.